$3000 depozit va 30 kun savdo ichida men o'zimga challenge berdim, necha pul daromad qilaman deb va 10-kunni o'zidayoq $6500 bilan hamma zelklarimni profitda yopdim. Va ko'pchiliklardan savol tushdi, sizga qanaqasiga bu darajada savdo qilish oson bo'lyapti? Siz zelk ochib olsiz, tek profitlaringizni juda ham tez olyapti. Bizga ham o'rgating deyishibdi. Xo'p, men bitta videoda o'rgatib qo'ya olmasam ham sabablarini keltirib o'taman. Men 5 yillik traderman. 5 yil ichida ko'plab pullarni slif qildim va 3 yil daromadga kira olmadim. Boshlanish 3 yilga faqat pulni yo'qotdim va slif qildim va hozir 2 yil ichida men stabil daromadga erishdim. Bunga sabablar meni o'rgangan 50 ta 100 ta mukammal strategiya emas, meni intizomim. Ya'ni qancha sizlar intizomli bo'lsanglar, savdo jurnali tuzsanglar, bitta savdoga kirishdan oldin 7 ta, 8 ta tahsil olib va o'rgangan strategiyalarni mix qilgan holda ishlata olsanglar, har bitta strategiyani 5 yillik, 6 yillik tarixini o'rganib chiqqaningizdan keyin ham siz slif qilishingiz darajasi yuqori. Sababi intizom, o'zingizni tarbiyalash. Bu narsani sizga yaxshi mutaxassis, ya'ni yaxshi trader o'rgata oladi, lekingina siz bunga amal qilsangiz. Tradingga eng kamida minimum 2 soatdan 5 soatgacha kuniga vaqt ajratsangiz va har doim bir xil savdodan cheklanib, har doim harakat qilishingiz kerakki, siz yaxshiroq savdo qilishga, yaxshiroq tasdiq zonalarini topishga va o'shandagina sizga bu bozorda savdo qilish juda ham oson bo'ladi. Lekin bu darajaga chiqish uchun esa siz ko'plab yillar davomida pul yig'ishingiz tabiiy hol. O'sha sababdan mana Telegram kanalimga obuna bo'ling. Men live trade olib boraman. Siz men bilan birga savdo qilgan holda o'zingizni intizomingizni to'g'rilab va stabil daromadga chiqish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi.